Men Agrobank Sharman filial boshqaruvchi o'rinbosari Sodiq Shohjahon bo'laman. Bugun aholilarni uchrashuv tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha Andijon universitetida ishtirok etyapsiz. O'zimizda Agrobank tomonidan berilayotgan mahalladagi yo'nalish bo'yicha kreditlarimiz, mahsulotlar to'g'risida tushuncha bermoqchiman. O'zimiz bank filiallariga fuqarolar o'zimiz bankga ikki xil yo'nalishda kredit beramiz. Biznesga birinchi qadam, ikkinchisi mahalla loyihasi. Biznesga birinchi qadamimiz 17 million so'mgacha kafillik asosida hamda sug'urta asosida beriladi. Bu o'zimiz bank qilgan odamga ajratiladi. 3 oy davomida ishlamaydigan bo'lishi kerak. 3 oy davomida hech yerda shart yozilmagan bo'lishi kerak. Bu plastikasiga, shu fuqaroning o'zining plastikasini tashib beradi. Mahalla loyiha yo'nalishimiz bor. Bu 50 milliongacha bo'ladi. Buni ham shu o'zimizdan bank qilgan fuqaroga ishsiz fuqarolarga beriladi. 50 million so'mgacha kartaga tashib beradi. Eko yo'nalishdagi kreditimiz foizi 25% dan beriladi yillik. Keyin yana mahalla to'g'ri 302 qarorga asosan tadbirkorlarga hamda yakka tartibda tadbirkorlar MCHlarga 100 million so'mgacha garovsiz, 100 milliondan yuqori 300 milliongacha, 300 milliongacha garov asosida beriladi. Keyin yana boshqa hatto 60 qarorga asosan kredit ajratiladi. U 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan fuqarolarga bu ham pul o'tkazish yo'li bilan tadbirkorlik ochilgan yoki yuridik shaxs bo'lsa beriladi. Keyin hatto 61 qarorga asosan ajratiladigan kreditimiz bor. Bu oliy ta'limni bitiruvchilar 3 yil oldin